arzon qilib yo'lida qo'yib beramiz. Sizdan like bilan bitta komment yozib tursin. Narxi arzon bo'lsa arzon deb ketishsin. 500 ming emas, 200 ming, 300 ming yo'lida qilib qo'yib beramiz. 4 million 900 mingdan olishsin. Qo'yiladigan bir ko'rsating. Kelar manzaraga bitta baho berib qo'ying aka. Tozzalaridan, tozzasidan boqaman degan akalarimizga qo'chqori ham ichida ekan aka. Bunday qilib, shunday obuna bo'lib qo'yishadi. Biz chiqarayotgan videolar birinchi bo'lib yetib boradi. Sizlarga xudo xolasa yosh arashan sog'liqni zo'rlardan topib qo'ydim degan. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, o'tkazdirvermang. Bunaqasi kam keladi aka. Kattalar aytishadi, qo'y ko'p, qo'y bilan qo'yni farqi bor bolamiz. Sog'liq bilan sog'liqni ham mana akalarimiz ustozlarimiz bilishadi, juda ham katta farqi bor. Zo'rlaridan kelgan. Like bosib qo'ying. Sog'liqni zo'ridan nomer 1laridan olib boqaman degan akalarimizga yuborib qo'yasiz albatta. Bittadan like bosib qo'ying. Assalomu alaykum Chorvolam kanalining hurmatli obunachilari. Biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar chorva ishbozlari. Bugun xudo xolasa hafta kuniga yakshanba 28-iyun, lekin bu videomiz dushanba kuni, ya'ni 29-iyun kuni internet tarmog'iga erta tongda chiqadi. Lokatsiyalarga yaqin bo'lsa kelaverasizlar aka. Xudo xolasa o'sha trendda ketayotgan arzonchi, sog'liq qo'shqor zo'rni olib kelib xalqimizga yetkazib beradigan Jamshidbek arzonchi ukamizni mini qo'shmalardan. Diqqat bilan oxirigacha ko'rib, narxiga e'tibor bering. Xudo xolasa narxni eshitib, Jamshidbek otangga rahmat deb qo'yasiz. Kanalda yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib, videoni tarqating. Hamma taraflama go'zal aka. Uzunligi, yerdan balandligi, sifatiga, yoshligiga faqat olib, faqat bolasini olasiz, xudo xolasa. Chorvonni kengaytiraman, nasldor qo'yarman degan akalarimizga yuborib qo'ying. Jamshidbek, salomatingizga. Assalomu alaykum, Shodiyor aka. Keling, suyimsiz? Sog'lik yaxshimi? Ha, rahmat aka. Xudo xolasa qo'ydi udorlaridan keldi bugunga. Zo'rlarmi? Sog'liq qo'chqorlari, zo'rlaridan, nomer 1laridan keldi. Narxlarni ham yengil qilib, arzon qilib yo'lida qo'yib beramiz. Sizdan like bilan bitta komment yozib tursin. Narxi arzon bo'lsa arzon deb ketishsin. 500 ming emas, 200 ming, 300 ming yo'lida qilib qo'yib beramiz aka. Arzon qilib beramiz. Gap. Akalar Jamshidbekda juda ko'p obunachilar tanishadi. Ancha yildan beri ishlab kelayotganmiz. Ukamizda har doim qo'lida yaxshi narsa bo'ladi. Sababi endi biz o'zimiz ham ko'p guvohi bo'lamiz. Siz shu reklamaga qo'yib berar ekansiz, qayda qanaqa yaxshi sog'liqlar bor deb so'rashadi-da. Akalar o'ylanmay netmay tavsiya qilamiz. Jamshidbekda mana nechta olsangiz ham xudo xolasa ukamiz sizga berishadi. Videoni oxirigacha ko'rib tursin, 10 dona toza elita qo'yimim bor. Oxirgi partiyasiga qo'yib beraman. Narxini ham sindirib yo'lida qilib beraman. Alloh rozi bo'lsin. Lekin sog'liqda akalar ikkilanmay tavsiya qilaman. Oling. Pachkasini buzmay bir joyga olib qo'ying. Xo'p, Jamshidbek, bular soni nechta ekan? Soni 23 bosh aka, soni ham xudo. 23 ta aka, noyobidan mana. Bular hali yosh dedingiz-a, videoni boshlashimiz Hali lozim. yosh aka. Qo'zidan boshlab 4 tishga to'g'ri. 2 tish, 4 tish qo'zi. Mana aka, ancha yil bolasini oladi. 5 ta 6 ta qo'zisi bor ichida. Ancha yil yetalab bolasini oladi, xudo xolasa. Mana suyaklari ham o'ta zo'r holatda aka. Gap yo'q. Ochishga ham ko'ryapsiz, qo'llar dumboq ochishga ham hammasi bor, ochiq, ochishga oson qo'ydi. Hali dumbar azizlari, maza qilib bolasini olib, zot qilib o'zlaridan chiqarib, xudo xolasa maza qilishadi odamlar aka. Qo'chqorni dorini qo'shib olishaveradi. O'zi aksariyat qo'ylar qochib bo'lgan aka. aksariyat, Bola boqqan qo'yni badani bunaqa bo'lmaydi aka. Aha. O'zi hammasi qo'ylar qochib bo'lgan, qo'chqordan chiqqan qo'y endi bitta yarimta qochmagani bo'lsa, qo'chqor qo'shib olishaveradi ichiga. Gapsiz yo'q. Mana qo'chqor ichida yurgan ekan. Endi ko'rsatib olishingiz ham mumkin. O'z badanini ham ko'rib turibsiz, hammasi Albatta. o'rta holatda, masalan, bola boqqan qo'yni badani bunaqa bo'lmaydi aka. To'g'ri, to'g'ri. Badani ayniydi bola boqqan. Albatta. Soni nechta deb buni? Soni 23 ta aka. 23 ta bir joyga aka sharoit bo'ladigan bo'lsa, shunaqa zo'ridan qidirib yurgan bo'lsa, pachkasini buzmang. Imkon bo'lsa keling. Lekin shu videoda ko'rib olgan taqdiringizda ham uyga borganda Jamshidbek otangga rahmat deb qo'yasiz. Buni bejizga aytmadik akalar. Xo'p. Imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rib olsin. Zo'r bo'ladi. Atrofda qo'y ko'p. Albatta. Narxini solishtirib, kimga arzon bo'lsa olish tavsiya qilamiz. Kelib tepasiga ko'rib olsin aka. Kam bo'lmang aka, baraka toping. Buni yerda sinovda o'tgan, garantiyani qo'shib garantiya berdi. Xo'p, Jamshidbek, buni endi uka hamma gap narxida. Yengil qilib beramiz aka. Yengil qilib bering uka. 7 million 200 ming yo'q, 6 million 900 mingdan bersin. Olishsin bir joyga aka. 6 million 900 demang uka. 6 million 900. Qarang, mana bundan oldin chiqargan videolarimizdan juda ko'pchilik xursand qilgansiz-ku, tepasiga kelganda ham.
keling aka, bormadik, Jamshid bilan telefonda muloqot qildik. Qo'y yetib keldi, otasiga rahmat deb qo'ysa, yengil qilib bering aka. Bo'ldi 100 mingdan kam bersin, 6 million 800 mingdan. Shoker aka, yengil. 100 ming yarashmaydi aka sizga. O'zi yo'lga Yo'q, qo'ydim-da, realni buni haqiqat. 7,5 million, 8 million ham qo'yishyapti aka. Aka, keling, yaxshi bo'lasiz. Qo'lingiz yengil. Bo'ldi aka, 6 million 700 mingdan oxir aka. Samarqandgacha dastlabkasi ichida ketaveradi. 6 million 700 Hammasini dan bir joyga olishsa aka, endi ichidan 10 ta tanlab olaman deysiz-ki, 7 milliondan tanlab olishaveradi, 10 tasini ajratib aka. xohlagan qo'yingiz tanlab oling aka. 10 ta chertib 7 million so'mdan. Hammasini oling, 6 million 700 ming so'mdan. Jamshidbek har doim o'zi ham aytadi. Bu taqalgan narx emas aka. Xayriga bir nima o'tib beraman deydi. Telefon qilsin aka, savdolash sunnat, savdolashaversa aka, yo'lida qilib beraman aka. Kam bo'lmay aka. Endi xayriga o'taman deb odamni yerma qilib 5 ming 10 ming emas, telefon qilsin chiroyli qilib kamini qilib beraman aka. 6 million 700 mingdan. Jamshidbek bari bir joyga kelsa dastlabkigacha bo'ladi. Dastlabki Samarqandgacha bo'laveradi aka. Hammasini bir joyga olsin. Bir pachka bir joyga oling. Inshaalloh avvalo xudoyimdan hammasi egiz chiqsa aka. Biz orada qo'yimda 200-300 ta qilaman degan akalarim qisqa fursatda ko'paytirib oling sonini. Lekin hammada ham o'tishi mumkin. Savol shu o'rtasidan bo'lib olaman deysa, optim narxiga ketaveradi. Ketaveradi aka, o'rtasidan shunday bo'lsa bo'ldi. Lekin sovliqda aka tavsiya qilaman. Ajragan bir mana shu tarafini oldim desa 6 million 6 million 700 ming so'mdan bu yog'i xohlang, bu yog'ini oling. Farqi yo'q. Imkon bo'lsa, pastda ko'rinib turibdi, bo'ybastlari ham, foni ham, vidi ham pastda birda. Endi rangi och, to'q bo'lishi mumkin bir-biridan, lekin tavsiya qilaman. 6 million 700 ming so'mdan bozori bor, ozgina xayriga o'tib beradi. Inshaalloh dastlabki yetkazib beradi. Tavsiya qilaman aka, oling bir joyga, pashkasini buzmang. Zo'r narx bo'ldi. Bozorga chiqayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ying narxini. Tavsiya qilaman aka, oling. Xudo xolasa videoda ko'rib olgan taqdiringizdan uyga borganda rahmatini aytib qo'yasiz. Sizlarga xudo xolasa Arashan qo'zi-qo'shqonlar o'zim tarbiya qilaman degan akalarimizga xudo xolasa juda ham chiroyli sifatlilardan kelib qoldi aka mana. go'zallari. Bir joyga olib baho beradigan partiya. Bir partiyaga bitta qo'ra ekan mana. Yuziga ham bitta baho bering aka, sifatiga baho bering. Aka quloqini tashlashmaganlardan keyin. Quloqlari ham inshaalloh butun aka. Tepasiga imkon bo'lsa keling aka. Tepasida ko'rib, ajratib, xohlagan qo'yingiz yoqqanini ajratib olib ketasiz. Lekin partiya ham bir partiyani bir joyga ololmasangiz, xudo xolasa Jamshidbek mana o'zimiz ham aytdik videoning boshida. Videoda ko'rib olishganda, videoga borganda uyaltiradi, yaxshi chiroyli qo'yib beraman dedilar. Xo'p, soni nechta buni Jamshidbek? Soni 18 ta aka. 18 ta. To'lovlar boshlanibdi aka mana qarang. Bo'ynidan to'lovlar boshlangan, ketidan. Oq yuz toza arashanlaridan aka. Mana aka. Pachkasini buzmay aka, bir joyga olib qo'ying. Original aka mana shu. Originallarimi? Originallari shu. Gap yo'q. O, O'rtasida tursin, narxini ham sindirib yo'lida qilib beramiz aka. Bir hafta 200 ming o'tib beramiz aka. Yo'lida qilib beramiz. Yashang aka. Soni eshitdik? Son 18 ta aka. 18 ta hammasi qo'chqora. Hammasi qo'chqor. Yosh oyligini ham 4 oylik, 5 oylikka olishaveradi. To'rt. Sutdan chiqqan, sutga to'ygan. 4-5 oylik mana Ha, shu. 4 oylik, 5 oylik atrofida. Lekin aka- Qozog'istonda qo'ydi, ko'ryapsiz o'zi. Jasadni ko'rib aka 4 oy 5 oylik demaydi, tushunavering. Ranga maqsad qo'ydi yirikligi, yerdan balandligi o'zi aytib turibdi o'zi. Mana video davomida ham aytayotgan o'zi. Mana aka kattani uchun, kichkinalarni ko'rsatingmi? Mana. Qo'ydi ko'ring. Mana. Mana. Uloq tashlashlarini ham ko'ring. Juni ham o'zi toza simjunda, o'zi tulab ketadi ekan. Gap yo'q. Tozasi mana eng kichkinasi bu aka. Gap yo'q. Oling aka, pachkasini buzmay Maza qilsin, 18 bir ta. joyga olib aka, maza qilib boqsin, 1 yil sababini qilsin, chiroyli daromadga kiradi aka olgan odam. Xudo O'z ko'rib turibsiz-ku, oddiy bitta qo'yga qo'shadigan Qirg'izistonda yaxshi qo'y bo'lsa 10 million bo'lyapti aka. Aha. Mana uni olib, o'zlari tarbiya qilib, o'zlariga zot chiqarib olaveradi, maza qiladi aka olgan odam. Quloqlari ham o'sha shalqon quloq. Toza yuzlarini ko'ryapsiz, qiniqligini. Qo'y bilan qo'yni farqi bor, qo'yni tushungan odam bittada oladi aka qo'ylarni. To'g'ri. Albatta. Qo'lasini ham ko'rsatdi. Qo'zini. 5 oylik qo'zini ko'ring, garbanosni ko'ring buni. Uzunligi. Quloq tashab turishlarini ham ko'ring. Juda ham bir Razrezlari ham bor aka. O'ta simpatkalar. Maza qiladi aka olgan odam. 30 Oling ta aka. boqmaydi, 18 ta boqadi aka. 30 tani 10 minut bosadigan variant. pachkasini buzmay aka. Jamshidbek, bular narxi nima deyapsiz endi? Narxini aka 5,5, 53, 52 yo'q. Telefon qilsin 5 milliondan kami bor aka. Qanchadan kami bor aka? O'tib beraman o'zlariga chiroyli qilib aka. Yo, Jamshidbek keling aka. Sizda har doim arzon bo'lib kelgan.
Keling 18tasini pachkasini buzmadik, bir joyga oldim degan akalarimiz. Bo'ldi 50 mingdan kam. 4 million 950 Ya dan. 50 ming uyalang ukasiga yarashmaydi 50 ming so'm. To'g'risi gap. Dastlabkini ham qilib beraman aka ichida. Samarqandgacha 4 million 950 mingni 200 beraman. Jamshidga yarashmaydi uka. Keling mart bo'ladi. Bo'ldi aka, gap teshib turing. 100 mingdan mana 4 million 900 mingdan olishsin. Qo'yiladi ham bir ko'rsating. Barakasini bersa xayriga o'tib qo'yasiz. Xayriga o'taman. Kallalarni ham bir ko'rsating. Oldin yurib kelishlarini ham qo'yiladi. Mana akalar. Hamma tarafiga e'tibor bering. Xudo xolasa keling aka. Tepasida ko'rib olasiz o'zingiz ham realni. Lekin Xudo xolasa videoda ko'rib oldim degan taqdiringizni ham uyga borganda Jamshidbek otangga rahmat. Bolam deb yoki aka uka deb qo'yasiz. Xudo xolasa aka. Buni ham ko'r. Uni orqa oyoqlari ham, old oyoqlari. Mana qara. Polvon aka. Uncha shaq qo'chqor damini beradi qo'chqor. Ash ukamiz o'zi baquvvat bola, lekin ash qo'yib yetmayapti baquvvatligida. Endi shunga aytyapmiz, imkon bo'lsa tepasi keng aka. Endi Jamshidbek hammada sharoit har xilda. Kimda 4 ta 5 ta olaman deydi. Shunaqa holatda qanday bo'ladi narx-navo? Telefon qilsin, yo'lida qilib beramiz aka. Ichidan tanlab olishaveradi. 5 million 500 ming emas, 5 million 200 mingdan bitta yoqsa ham tanlab olishaveradi aka. O'tib berasiz. 5 million 200 emas, o'tib berasiz. Telefon qilsa o'tib beraman. Barakasini bersin, xudo xolasa. Olganga ham, sotganga ham. Buni asl narxida emas, barakasida. Sababi kattalarga aytishganda, bolam barakasini bersin. Narxi tortishni, bozorlik uchun tortishamiz. Shuncha beka ber, shuncha ber. Shu yoshda ham ko'ryapsiz, to'g'lanishini qo'yiladi. Lekin O'zi ajraydi, toza. Qo'ylarga aka o'zim ham ishqiboz bo'ldim, tavsiya qilaman aka. 100 o'sha seleksionerga tozalardan qilib yurgan tanishlaringiz bo'lsa, shu videoni albatta atmetga qo'yib yuborib qo'ying. Lokatsiya yaqin bo'lsa keling. Tavsiya qilaman aka. Narxini bozorga chiqib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, kommentariya yozib qo'ying. Bitta olsangizdan telefon qilavering, maqsad sotish. Chiroyli qilib Jamshidbek ukamiz ishingizni bitkazib berishadi. Bitmaydigan ishda o'zi yo'q. To'g'risida, qo'y yoqdimi telefon qiling. Akalar manzaraga bitta baho berib qo'ying aka. Mana tozalaridan, tozasidan boqaman degan akalarimizga qo'chqori ham ichida ekan akalar mana. Jamshidbek bu qo'chqorini ham beraverasizmi? Ha, qo'chqori ketadi ichida. To'liq narxiga To'liq to'ladi. narxida ketadi qo'chqori. Mana aka. Xohlasa tashlab ketishaveradi. Qo'chqorim bor o'zimniki degan odam qo'chqor tashlab ketaveradi aka. Biz endi qo'shib qo'ydik, ammo birortasiga hali sakragan yo'q qo'chqor. Aha. Bo'g'oz bo'lishi mumkin-a? Ha, mashq qo'yga olishaversin bizdan. Gapsiz. Akalar endi bo'g'ozga ko'rsatib olasiz. Mana shu holatiga oling. Agar qochgan bo'lsa, baxtingiz aka. Soni nechta buni qo'chqori bilan hammasi bor. Qo'chqori bilan 10 ta bir pachka aka. 9 ta so'lmoq, bitta qo'chqor. Gapsiz yo'q. Bular nechinchi qoringa bo'g'oz bo'ladi shunda qochgan bo'lsa agar. 2 tish, 4 tish aka. Bitta qo'zisi bor ichida. Lekin go'zallaridan ekan. Qari qo'ymas bu. Ishonavering. Qo'yimni sortini tozalayman degan akalarimizga o'ta ham go'zallardan, sort tozalaridan mana. Yoshlaridan ancha yil inshaalloh bolasini olasiz. Ashun uchun jonivor kiyikka ham o'xshab ketarkan bor-ku. Ash uchangda aka. Och jonivor. Mana aka, mana nima deyapti aka? Gap bo'lishi mumkin. Qo'y. Ha, ochinglar. Hali qo'zi ekan aka. Mana sifatni ham ko'ring, menga ko'ring. Mana. Taglarni ham bir ko'rsating aka. Toza arashani aka, mana shu qo'ydi. Mana telefon qilishaveradi. Buni onasi ham mashina ichida turibdi aka. Onasi 4 tish, ikkinchi bolasi bu. Birinchi bolasi bo'ladi aka bu. Birinchi bolasi. Endi ikkinchisiga tug'adi aka. Ichida turibdi onasi. Ko'ring, udari masalan, qo'y qilib olaman degan odamga tavsiya qilaverasiz. Sort tozalaridan. Buni endi Jamshidbek narxi nima deyapmiz buni? 9 ta sovliq, bitta qo'chqori, hammasi bir Telefon joyga. qilsin aka, yo'lida qilib beraman. Xo'p, telefon qilsa yengil qilib bitirib berasiz, xudo xolasa. Yengil qilib bitirib beraman. Tamam, pachkasini buzmayman, bir joyga oldim deysiz. Ikkinchi kuni yo'q aka, $1000 aka, $10,000 beraman 10 tasini. Ketdi aka. $1000 xayriga o'tib beramizmi? Bosaverasizlar. Olmay ekan deb turibman. Negativ qo'lida mashina qo'lida bo'lsa, $1200 berib. Qo'yaveraymi? Bo'ynashing. Sudrab ketyapti aka, baquvvatligini ko'ring. Mana aka, toza, 100 ga 100 arashan qo'y. Gap. Mana yoshi ham aka. Yangi 4 tish. Ash qo'ydi onasi aka, shu qo'y. Jamshidbek $1000 qarang. Bergan bolasini ham ko'rdingiz aka? Ko'rdim. Gap bo'lishi mumkin emas. $1000 o'tib berasiz, hammasini bir joyga olibsiz. O'zi yaxshi aka, o'zi o'shanga Endi yaqin narxda tushgan. arzonchisiz, birinchi qo'l, yengil qilib berasiz, bir joyga olishadigan. Telefon qilsa, xayr sunnat qilib beraman. Dastavka qayergacha bo'ladi, besplatmi? Dastavka yer yuzi bo'ylab beramiz aka, O'zbekiston.
O'zbekiston bo'ylab o'tkazib beriladi. Ha? Akalar, xudo xolasa aloqaga chiqing. $1000 dan xayrga o'tib beriladi. 9 ta sovliq, bitta qo'chqor. Nasldor qo'chqor ham o'zi bilan sakrashni boshlagan qo'chqor aka. Oling bir joyga aka. Unda unaqa qo'yya, bunaqa qo'yyapti emas. Bunaqa qo'y, kimni qo'lida bo'ladigan bo'lsa ham aka narxi bo'ladi. Negativlar bosimlar gazini mana qo'yib zo'r. Negativ yozgan odam bo'ladi aka qo'ylar. Lokatsiya yaqin bo'lsa keling aka, tepasi ko'ra, lekin tavsiya qilaman aka. Oling, bir joyga oling. Xudo xolasa maza qilib boqasiz aka. Aka buni o'zi Tavsiya olib qilaman. kelish oson bo'lmayapti. Ochiqcha gapda buni olib kelish oson bo'lmayapti. Egasini qo'lida bo'ladigan bo'lsa, tosh qo'ydi aka. Men qo'yib turgan narxi ikki baravariga ham bermaydi aka. Qo'ydi o'zini ham ko'rsating. Sakrashni kelaman. Xudo xolasa $1000 dan xayrga o'tib beriladi. Imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rib oling. Sort tozalaridan, nomer adellaridan boqamiz degan birodar aka-ukalarga yuborib ko'ring shu videoni. Tavsiya qilaman aka. Telefon qilasiz, qolgan ma'lumotni o'zlari chiroyli qilib berib barakalarini yengil qilib beradi. Oladigan odam ozgina vaqtini ajratib tepasiga kelib qo'ydi bir chiroyli qilib ko'rib olsin aka. Meni ko'rib olganman o'zim. Men aytayotgan narxni ikki baravarini aka so'rab savdo qilib olganman aka. Kelib savdo qilib so'rab olish bo'ladi. Yo'q aka, yashang. Aloqaga chiqolinglar aka. Xudo xolasa telefon qilasiz. Chiroyli qilib jamshid ishingizni berishadi. Charchamanglar akalar, o'zlaringiz aytayotganlar. Aloqaga chiqing, tavsiya qilaman. Lokatsiya yaqin bo'lsa keling. Obunachilar mana shu Chorva olam kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa Arashan qo'zi qo'chqorlar toza hisorlari zo'rlardan chiqadi. Mana kimdadir podpisatsiya, kimdadir obuna bo'ling tugmachasi bor. Shuni bitta bosib qo'yamiz. Bosib qo'yganimizdan keyin qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqchani ham bitta bosib qo'ysalar, mayda hammasi degan knopkasi bor. Birinchidagi vse deganni bitta bosib qo'ysalar, biz chiqarayotgan videolar birinchi bo'lib yetib boradi. Xudo xolasa yaxshi qo'zi qo'chqorlarni o'tkazib yormaysizlar. Yashang.